20 yoshlilarning 95% takrorlanib shu xatolarni qilib kelayotgan joyim bor. Hozir sizlarga bir muhim narsani aytmoqchimanki, mani davrimga bu narsani menga hech kim aytmagan. Misol deylik, mana bu narsa to'g'ri, mana bu narsa xato. Mana bu joyda eng qisqa yo'l bilan borishing mumkin degan narsalarni hech kim aytmagan. Bu uchun misol deylik 40 yil umrim ketdi-da, endi nimalar muhim ekanligini bilyapman. Lekin sizga bu uchun 40 yil umringizni sarflash shart emas. 20-25 daqiqa ichida eng muhim qadamlarni, eng muhim saboqlarni ajratib sizga aytishga harakat qilaman. 7 ta saboqni qadama-qadam aytib beraman, 7-inchisi eng muhim hisoblanadi. Birinchi saboq, yashashdan maqsad nima? Mana har biringiz o'ylashingiz kerak bo'lgan narsa shuki, men nimaga keldim bu dunyoga? Nima uchun yashayapman? Va shunday kun keladiki, bu dunyoni tark etadigan kun keladi. Agar siz nima uchun yashayotganingizni aniqlab olsangiz, mana shuni tagiga yetib olsangiz, butun hayotingizni qurishingiz, butun hayotingizda sohani tanlashingiz, kasb tanlashingiz, odamlar bilan munosabatlar qilishingiz, ishga kirishingiz yoki biznes ochishingiz hammasi ma'lum bo'ladi. Agar siz mana shu nuqtani topib olsangiz. Men 18 yoshga kirgan paytimda, darsda o'tirgan paytimda bir ustozimiz savol berdilar. Siz dedilar, nima maqsadda yashayapsiz dedilar. O'sha paytda auditoriyada, universitetda o'qib turgan paytimda o'rnimdan turdimda, 90 ga yaqin potokda talabalar bilan birga o'tiribman. Bu savol meni shokka tushirdi, chunki hech qachon o'ylab ko'rmaganman o'zi. Haqiqatan ham nima maqsadda men o'zi yashayapman. O'sha paytda endi ustozimiz bergan savollarga javob berish kerak edi. O'shanda men aytdimki, o'zimdan keyin yaxshi bir iz qoldirish uchun degan javobni berdim-u, lekin o'zim ichimdan bu javobdan qoniqmadim. Ro'pa-rosa 1 yil vaqt kerak bo'ldi. O'zi haqiqatan ham nima uchun men bu dunyoda yashayapman? Dunyoga keldim, yashayman misol deylik, qanchadir muddatdan keyin ketaman. Ma'no nima buni kelishimdan? Va buni o'sha izlashni jarayonida asl maqsadni 1 yil mobaynida topdim. Va har biringizga bu o'zingizga o'zingiz savol berish kerak. Nima maqsadda keldingiz? Nima maqsadda yashayapsiz? Chunki mana shu dastlabki eng muhim nuqta hisoblanadi. Xuddiki inson bir ko'chaga chiqayotgan paytda, uydan chiqayotgan paytda kiyim kiysa, ko'ylak kiysa, agar birinchi tugmasi eng muhim qadami hisoblanadi. Agar birinchi tugmani noto'g'ri qadalsa, qolgan tugmalari noto'g'ri qadalgan bo'ladi. Va qaytadan boshidan boshlash kerak bo'ladi. Va hayotda nima uchun men o'zi keldim, nima maqsadda yashayapman degan savolga javob topishingiz, o'sha tugmani birinchi tugmasini to'g'ri qadashingiz bo'ladi. Undan keyingi qadamlaringiz hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Va izlagan inson albatta topadi. Har biringizga o'zingizga vazifa qo'ying. Men nima uchun bu dunyoga keldim, nima maqsadda yashayapman. Ikkinchi narsa, mana shu maqsadingizga erishish uchun, hayotda o'z o'rningizni topishingiz uchun aqliy rivojlanish juda muhim hisoblanadi. Ya'ni inson aqlini ishlatish kerak. Misol deylik, pichoq kesish uchun mo'ljallangan. Stakan misol deylik, suvni o'zida saqlash uchun, ichishga qulay bo'lishi uchun ixtiro qilingan. Aqlning vazifasi nima? Nima uchun bizga boshqa jonzotlarga berilmagan aql farosat berilgan? Uni asl mohiyatini topa olish kerak va aqlingizni charxlatadigan, farosatingizni charxlatadigan ustozlarni topish kerakki, sizni aqlingizni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirib bera olsin. Aqlingizni behuda narsalar bilan, misol deylik, ijtimoiy tarmoqlar bilan, behuda narsalarni ko'rish bilan, behuda vaqt o'tkazish bilan, har xil misol deylik, o'yinlar bilan butun aqlingizni band qiladigan bo'lsangiz, siz hayotda yo'lingizni topa olmaysiz. Ya'ni nima maqsadda o'zi keldingiz bu dunyoda va o'sha maqsadni topishga aqlni safarbar qilish kerak bo'ladi. Aqlni shunga qarab yo'naltirish kerak bo'ladi. O'zi asl mohiyatingizni topishga qolgan mayda-chuda narsalar bilan, keraksiz narsalar bilan aqlni behuda narsalar bilan band qilish kerak emas. Aqlni rivojlantirgan inson doim eng samaralisini topa oladi. Misol deylik, hayotda qandaydir bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, aqli o'tkir inson biladi. Misol deylik, mana bu eng samarali yo'l, mana bu samarasiz yo'l. Aqlni rivojlantira olgan odam ajratishi oson bo'ladi. Ya'ni ayrim odamlar bor hayot jarayonida juda ko'p narsalar bilan shug'ullanadi, biror narsaga erishmaydi. Umrini behudasiga zoya qiladi, behudasiga sarflaydi. Aql farosatni bizga berganki, ajrata olaylik. To'g'ri bilan noto'g'rini, pokiza bilan nopok narsani, eng qisqa yo'l bilan uzoq yo'lni ajrata olishimizga berilgan. Va mana shu aqliy faoliyatimizni rivojlantirishimiz kerakki, biz oldimizga qo'ygan dunyoviy
va uxroviy maqsadlarimizga eng qisqa yo'l bilan erishaylik. Bu uchun esa ilm olish kerak bo'ladi. Ilm olmasdan turib iloji yo'q. Va har biringiz vaqtingizni nimaga sarflayotganingizga qarang. Ya'ni sohangizdan kelib chiqqan holda, qiziqishingizdan kelib chiqqan holda aqlingizni o'sha yo'nalishga yo'naltiring. Siz oshpazmisiz, oshpazlik ilmiga yo'naltiring. Siz arxitektor, dizaynermisiz, o'sha yo'nalishga yo'naltiring. Siz IT yo'nalishi bo'yicha mutaxassismisiz, o'sha yo'nalishga yo'naltiring. O'sha yo'nalishni maksimum o'rganishga harakat qiling. Aqlingizni behuda narsalarga, chalg'itadigan narsalarga qaratmang. Uchinchi narsa moliyaviy rivojlanish. Va mana shu hayot mazmuningizni topganingizdan keyin, nima uchun yashayotgan savolga javob topganingizdan keyin, aqliy rivojlanishni bilganingizdan keyin, mana shu hayot maqsadingizga erishish uchun aqlingizni shunday yo'naltiringki, shunday bir daromadlarni topingki, moliyaviy erkinlikka chiqingki, o'zingizni moliyaviy ehtiyojlaringizni shu darajada qoplaydigan bir sohalarni, yo'nalishlarni ajratib tanlab olingki, ham sizga yoqadigan bo'lsin, ham yaxshi daromad keltiradigan bo'lsin va bu daromad sizni oliy maqsadingizga xizmat qilsin. Ya'ni hayotdan mazmuningiz, hayotni o'sha maqsadingizni topganingizdan keyin topayotgan pulingizni shunga qarab yo'naltiring. Misol bering, pul bilan ishlashda o'zini ilmlari bor. Daromad qilish ilmi bor. Daromad qilingandan keyin o'sha daromadni saqlab qolish ilmi bor. Saqlab qolingan pulni ko'paytirish ilmlari bor. Bu ilmlarni mukammal o'rganingki, o'sha oliy maqsadingizga, yashashingizdan maqsadingizga yo'naltiring. Pul bilan ishlashni bilmaydigan odamlarda shunday holatlar kuzatiladi. Misol deylik, qandaydir bir moliyaviy masalasini hal qilmoqchi bo'lsa, kredit olishga harakat qiladi. Kredit nima? Kredit yoki qarz nima u? U kelajakdagi haqqingizni bugun olishingiz. Ya'ni siz sabr qila olmaysiz, ma'lum bir muddatdan keyin daromadingizni bugunga olmoqchisiz. Hammasini bittada hal qilmoqchisiz. Shuni tushunishingiz kerakki, moliyada pulni ishlab topishdan ko'ra, pulni ko'paytirishdan ko'ra, pulni birinchi o'rinda saqlab qolishni o'rganish kerak bo'ladi. Har biringiz bolalikdan, yoshlikdan hammalaringizga pullar keladi. Masalan, bayramlarda, tug'ilgan kunlarda, hayitlarda daromadlar kelib turadi. Mana shu daromadni saqlab qolishni o'rganishingiz kerak. Saqlab qolish keyinchalik ko'paytirishga olib keladi. Bu uchun esa pulni behuda sarflashdan, keraksiz narsalarga sarflashdan uni to'g'ri jamlashni biling. Jamlashni boshlaganingizdan keyin bu qiziqishni oshiradi. 1 so'mingiz, 2 so'm, 2 so'mingiz 10 so'm bo'lishni boshlaydi. Va mana shu pullar jamlanishi sizga imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Ya'ni biz yuqorida aytganimizdek, o'sha hayot maqsadlaringizni topishingizga bu pullarni safarbar qilishingiz, biz yuqorida aytganimizdek, aqliy rivojlanishga bu pullaringizni rivojlantirishingiz, yo'naltirishingiz va daromadingizni ko'payishi umuman olganda sizni imkoniyat eshiklaringizni ochib qo'yadi. Daromadingiz ko'payishi, pulingiz ko'payishi siz jamiyatda misol deylik, o'sha oldingizga qo'ygan asosiy yashashingizdan maqsadingizni amalga oshirishda katta yordam beradi. Bu yaqinlaringizga yordam berish, bu ota-onangizga yordam berish, bu birovga muhtoj bo'lmasligingiz, birovning qo'liga qaram bo'lmasligingiz, oilangizni ta'minoti kabi narsalarni imkonini beradi. Chet el tajribalarini olib kelish imkonini beradi. Agar siz bu pullarni to'g'ri sarflasangiz. Lekin pullarni siz to'g'ri sarflay olmaysiz qachonki yuqorida aytgan maqsadingizni topmagan bo'lsangiz va aqliy rivojlanishni ustida ishlamagan bo'lsangiz, pullar bilan to'g'ri ishlashni iloji yo'q. Shu taraflarga e'tibor qaratasiz. Mana shu aqliy rivojlanish bilan birgalikda jismoniy rivojlanishga ham e'tibor qarating. Men eslayman, 5-sinf bo'lgan paytimda meni otam tekvando sport turiga qo'ydilar. Tekvando bilan 7 yil shug'ullandim. O'zbekiston Kubogi, viloyatlardagi musobaqalar va hokazolarda har xil medallar olganman. 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rinlarni egallaganman. Va eslaymanki, mana shu jismoniy tarbiyaga urg'u berilgani o'ziga bo'lgan ishonchini oshishiga, boshqa bir imkoniyatlar ochilishiga sabab bo'lgan. Har bir erkak o'zini himoya qila olishi kerak. Nafaqat o'zini, balki yonidagi misol deylik ojiz insonlarni ham himoya qilishni bilish kerak. Aqliy rivojlanish bilan birgalikda jismoniy rivojlanishga alohida urg'u berish kerak. Chunki jismoniy rivojlanish insonni ma'lum bir qobiliyatlarini ochilishiga imkon beradi. Har qanday vaziyatlarda bosiqlik paydo bo'ladi. Hayot chunki bir xillikdan iborat emas. Hayotda har xil narsalar bo'ladi. Qaysidir paytlarda qiyin vaziyatlar bo'ladi, mushkul holatlar bo'ladi. Sport bilan shug'ullanish mana shu qadamlarni yengib o'tishga yordam beradi. Hozirgi davrda misol deylik, hamma narsa sifrovoyga aylangandan keyin, raqamli texnologiyalarga aylangandan keyin sport bilan shug'ullanish kamayishni boshladi. Misol deylik, avval
ko'chaga chiqib sport bilan shug'ullangan bo'lsak, ko'chaga chiqib yugurish, har xil ko'chadagi o'yinlar o'ynagan bo'lsak, hozir hamma narsa telefon bilan, hamma narsa kompyuter bilan bo'lgani sababidan mana shu taraflariga e'tibor qaratilmay qo'yilyapti va bu insonlarni kundan kunga ojizlashtiryapti. 5-narsa bu to'g'ri atrof muhitni tanlay olish. Siz maqsadingizni aniqladingiz. Aqliy rivojlanish bilan shug'ullanyapsiz. Moliyaviy holatingizni yaxshilashga harakat qilyapsiz. Shu bilan birgalikda ham aqliy, ham jismoniy shug'ullanish jarayonida siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, siz odamlar bilan munosabat qilishingizga to'g'ri keladi. Siz qandaydir insonlarni ta'sir doirasiga qolasiz. Bu sinfdoshingiz bo'lsin, bu sport to'garakdagi do'stingiz bo'lsin, bu maktabda yoki universitetda o'qish jarayonidagi insonlar bo'lsin, siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, odamzodni tabiati ta'sirga qoladigan bir xislati bor. Va shuni bilingki, agar yomon odamlar davrasida bo'lsangiz, yomon ta'sir ostida qolasiz. Yaxshi insonlar davrasida bo'lsangiz, yaxshi ta'sir ostida qolish xususiyatimiz bor. Va bu ta'sirni, qaysi ta'sir ostida qolishni siz o'zingiz tanlaysiz. Xohlasangiz yomon odamlar bilan bo'ling, yomon ta'sir ostida qoling. Xohlasangiz yaxshi insonlar bilan bo'ling, yaxshi ta'sir ostida qoling. Mana shu joyda agar siz hayotdan maqsadingizni aniqlagan bo'lsangiz, nima maqsadda yashayotganingiz, ta'sir doirasini tanlay olish imkoni paydo bo'ladi. Agar siz o'zi yashashdan maqsadingiz bo'lmasa, aqliy rivojlanishga diqqat qaratmagan bo'lsangiz, siz atrof muhitni tanlashni ham bilmaysiz. Noto'g'ri odamlar davrasida bo'lishingiz, noto'g'ri narsalarga vaqt ajratishingiz va bu hayotingizni qadamma-qadam barbod qilishga olib boradi. Bir kuni Luqmon Hakim o'g'illariga shunday nasihat qilgan ekanlarki, o'g'lim, yomon bolalar bilan do'stlashmagin, yomon bolalar bilan yurmagin degan ekanlar. O'g'illari aytibdilarki, yomon bolalar bilan do'stlashish menga zarar qilmaydi, chunki men to'g'ri bilan noto'g'rining farqiga boraman, men bilaman, bular menga zarar qilmaydi degan ma'noda javob bergan ekanlar. Keyin buni tushuntirish uchun otalari olma terish vaqti kelgan paytda olmalarni o'g'illari terayotgan ekanlar. Ya'ni yaxshi olmalarni alohida qopga, yomon olmalarni, chirigan olmalarni alohida qopga solayotgan ekanlar. Shu jarayonda otalar aytdilarki, o'g'lim, hammasini bitta qopga soling. Keyin o'g'illari olibdilar, hammasini bitta qopga solibdilar. Oradan ozgina vaqt o'tib turib, boring o'sha qopni olmasini oching desalar, ochsalar agar hamma olmalar chirigan ekan. Bu qissadan hissa shuki, agar siz atrof muhitingizda chirigan odamlar bilan vaqt o'tkazsangiz, albatta sizni ham hayotingizni chiritishadi. Atrof muhitga alohida e'tibor qarating. Atrof muhitingiz qanaqa bo'lsa, siz shunaqasiz. Bu yerda muhim joyi shuki, men ajrata olaman, men farqlay olaman degan noto'g'ri fikrga bormang. Ayrim payt shunaqa ta'sir qiladiki, atrof muhit, siz sezmay qolasiz qanday qilib ta'sir ostiga qolganingizni. Shuning uchun oliy maqsadingizni, yashashdan maqsadingizni aniqlasangiz, aqliy rivojlanish bilan shug'ullansangiz va nima uchun bu dunyoga kelganingizni topganingizdan keyin atrof muhitni tanlashingiz siz uchun juda ham oson bo'ladi. Behuda odamlarga, behuda narsalarga va ahmoq odamlarga vaqt ajratmang. Ahmoq odamlar bilan birgalikda o'tirmang. Chunki ular o'sha ahmoqgarchiligidan kelib chiqqan holda tavsiya beradi, maslahat beradi, ish tutadi va sizni ham o'sha holatga tortadi. 6-narsa bu kasb tanlash. Siz bu dunyoda yashar ekansiz, har qanday kasb bilan shug'ullanib bo'lmaydi. Hamma kasblarni egallab bo'lmaydi. Ya'ni siz o'zingizni yashashingiz maqsadingizdan kelib chiqqan holda, xohish va istaklaringizdan kelib chiqqan holda kasb tanlang. Chunki har bir insonni o'ziga yarasha qobiliyatlari bor. Alloh taolo har bir insonga ma'lum bir qobiliyatlarni bergan. Siz o'zingizni qobiliyatingizni aniqlang. Sizdagi bergan o'sha talant qaysi talant? Juda ko'p odamlar bor, ular talantli odamlar o'zi. Chunki talantsiz odam yo'q dunyoda. Faqat muammo shundan iboratki, ular aql farosatlarini ishlatib turib, aslida ulardagi talant nima o'zi ekanligini, bu talantni qaysi maqsadga o'zi ishlatish kerakligini o'ylagan odamlar emas. O'sha uchun ular dunyoga keladi, yashaydi, o'lib ketadi. Mana shu holatga siz tushib qolmang. Sizga Xudo qaysi talantni bergan, uni izlab toping. Bu uchun aql farosatni ishga tushiring. Bu uchun kerak bo'lsa o'sha moliyaviy imkoniyatlarni ishga tushiring. Va shunday kasbni topingki, ham jamiyatga foyda keltiradigan, ham oilangizga foyda keltiradigan, ham dunyo va oxiratingizga foyda keltiradigan yo'nalishga yo'naltiring. Ayrim kasblar bor, odamlarning hayotiga zarar beradi. Hech qachon odamlarga zarar beradigan kasb bilan shug'ullanmang. Konfutsiy aytadiki, inson yaxshi ko'rgan narsasi bilan shug'ullansa, u ishlamabdi deydi. Ya'ni shunday bir kasblar borki, siz
uni tanlasangiz, o'sha ish bilan shug'ullansangiz, umuman charchoqni bilmaysiz. Chunki ana o'sha ish, ana o'sha kasb sizni o'sha Xudo tomonidan sizga berilgan ana shu yo'nalish o'sha. Shuni topishingiz kerak. Va 7-inchisi, eng muhimi bu ruhiy tarbiya. Yuqorida sanab o'tgan narsalar agar mana shu ruhiy tarbiya qismi bo'lmasa, hammasi behuda narsa bo'lib qoladi. Insonlar moddiy jonzotlar emas. Insonlar ruhiy jonzotlar. Va insonlar faqat jasaddan iborat emas. Jasad bilan birgalikda ruhimiz bor bizning. Faqat jasadni g'amida bo'lib, agar ruhiy tarbiya bo'lmasa, hamma qilgan narsangiz faqat jasadga qaratilgan bo'ladi. Maqsadingiz ham jasadga qaratilgan bo'ladi. O'rgangan ilmlaringiz ham jasadga qaratilgan bo'ladi. Topgan pulingiz ham faqat jasadga qaratilgan bo'ladi. Misol deylik, kasbingiz ham faqat jasadga qaratilgan bo'ladi. Hamma narsa faqat jasadga qaratiladi-da, jasad esa umri 70-80 yillik umr. Misol deylik, shuncha maqsad qo'ydingiz, shuncha ilm o'rgandingiz, shuncha tajriba orttirdingiz, kasb tanladingiz, pul topdingiz, hammasini tashlab ketasiz. Nima qizig'i bor? Misol deylik, siz yashasangiz 70-80 yildan keyin yo'q bo'lib ketadigan bo'lsangiz. Yo'q, inson faqat jasaddan iborat emas. Insonda ruhiyati bor. O'sha uchun agar siz ruhiy tarbiyaga ilinsangiz, ruhiy tarbiyani olib bilsangiz, bilasiz. Bu dunyo behudasiga emas ekanligini. Masalan, buyuk insonlarning hayotini agar o'rgansangiz, masalan, Amir Temur bobomizni hayotlarini o'rgansangiz, yoki Ibn Sino bobomizni, yoki Al-Xorazmiy bobomizni, yoki Buxoriy bobomizni, yoki juda katta bu yurtni allomalarini agar hayotini qarasangiz, ularning hayotida yuqorida sanab o'tgan rivojlanishlardan tashqari ruhiy rivojlanish yoki ruhiy tarbiyaga ular alohida e'tibor qaratgan. Masalan, Amir Temur bobomizni erishgan yutuqlarini agar tahlil qilsak, biz juda ko'p Amir Temur bobomizni hayotlarini darslarimizda ham aytamiz. Masalan, 3 ta qit'ani zabt etgan, katta bir imperiya qura olgan. Qurgan davlatlarda adolat bilan qurgan. Va davlatlarni bu tarafidan, imperiyalarni bu chekkasidan narigi chekkasidagi bir ayol bir safar qilaman deydigan bo'lsa, xotirjamlikda safar qila oladigan darajadagi mamlakatni qura olganlar. Ham ilmga asoslangan. Ya'ni qurgan narsalar juda katta bir tizimga asoslangan. Masalan, u kishining qilgan ishlarini hozirgacha ko'rishimiz mumkin. Bobomizni qilgan ishlari bugunga qadar bemalol ko'rishimiz mumkin. Va o'sha kishida hayotlarini agar o'rganadigan bo'lsak, hayotlarida men hozir sizga sanab bergan narsalarni ko'rasiz. Va shulardan ruhiy tarbiya juda katta rol egallayotganini yaqqol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Samarqandga, Go'ri Amirga borib bobomizni ziyoratlariga borsangiz, o'sha yerda ko'rasizki, ustozlarning o'rni borligini, alohida o'rin borligini, ayniqsa ruhiy tarbiya ustozlarining o'rni borligini yaqqol ko'rasiz. O'sha uchun bu rivojlanishlar bilan birgalikda ruhiy rivojlanishga ham alohida e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Mana shu narsalarni siz agar hayotingizda tatbiq qilishni boshlasangiz, izlashni boshlasangiz, shunga qadam qo'yishni boshlasangiz, umringizning juda katta bir qismini behudalikdan, juda bir katta qismida afsus nadomat bilan o'tishdan emas, maqsadga muvofiq yashashni bir boshlashingizga bir imkon paydo bo'ladi. Ushbu video siz uchun foydali bo'lishi uchun buni faqat eshitish emas, buni hayotda tatbiq qilish juda muhim hisoblanadi. Qayta ko'ring va har biriga alohida e'tibor qaratishni tavsiya qilaman. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, like qo'ying va yaxshi ko'rgan do'stingizga ham ulashib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha